Hammaga salom. Bugun men 20 kunlik interval ochlik tajribam yakuni haqida qisqacha bo'lishaman. Bu video mukammal dieta haqida emas, balki real hayot, hislar, odatiy kunlar haqida. Men 20 kun davomida interval ochlik qildim. Asosan 16-8 rejimida, ya'ni 8 soat ovqatlanib, 16 soat tanaffus qildim. Maqsadim vazn emas, balki tanani va ongimni va energiyamni his qilish edi. Birinchi haftadan keyin anchagina yengillik bo'ldi. Shishlar kamaydi, oshqozonim tinchlandi. Muhimi ovqat haqida kamroq o'ylashni boshladim. Energiyam ham juda ham yaxshilandi, ya'ni ko'payishni boshladi. Albatta qiyin tomonlari ham bo'ldi. Ba'zi kunlar bosh og'rig'i, ba'zi charchoq bo'ldi, lekin oddiy kunlarim, uy ishlari, darslarim, farzandim va o'zimga g'amxo'rlik va albatta rasm chizishlar bilan birga dietam unchalik qiyin bo'lmadi. Qaytaga juda sokinlik berdi. Bu dieta hammaga to'g'ri kelmaydi, lekin men uchun o'zim bilan yaqin bo'lish va energiyamni his qilish yo'li bo'ldi. Agar siz ham sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, avval o'z organizmingizni va tanangizni yengil va og'ir tomonlarini bilgan holatda keyin boshlashingiz mumkin. Men bu metodikani yil davomida 2-3 marta, balki undan-da ko'proq qilishim mumkin. Shuning uchun men organizmim juda ham bu metodga o'rgangan va men bu dietani qilganimda umuman qiynalmayman.